Bugun biz juda kuchli strategiya haqida gaplashamiz. Bu CRT strategiyasi deb ataladi. Avvalambor CRT nima? CRT Candle Range Theory degani. Bu qanday ishlaydi? Agar narx shamning tepasini surib o'tsa va keyin uning ostida yopilsa, katta ehtimol borki, narx pastki qismiga qarab ketadi. Boshqa tomondan, agar narx shamning pastini surib o'tsa va keyin uning ostida yopilsa, katta ehtimol borki, narx yuqoriga qarab ketmoqda. Endi biz buni tushungan bo'lsak, keyingi qadam pastroq time frame-ga tushib, shu harakatdan foydalanish imkoniyatlarini qidirish. Keling, misolni ko'rib chiqamiz. Bu yerda bizda 4 soatlik sham bor. Biz kutamiz, qaysi tarafni narx olib chiqishini. Va ko'rib turganingizdek, narx tepani oldi va keyin uning ostida yopildi. Bu bizga CRT high beradi. Shu paytda biz bozorni pastga qarab, CRT low tomon ketishini kutamiz. Shunday qilib biz 15 daqiqalik grafikka tushamiz. Va bu yerda biz mitigation block hamda fair value gap ni ko'ramiz. Sozlama oddiy. Crash gapda stop lossni swing high ustiga qo'yamiz va targetni CRT low ga qo'yamiz. Va ko'rib turganingizdek narx chiroyli 1 ga 3 tarzda bevosita CRT low ga tushadi.